Assalomu alaykum, hurmatli atir shaydolari. Sizlar bilan bugun biz atir tanlashdagi top 5 xatolar va ularga yechimlar haqida gaplashib o'tamiz. Den Aroma bugundan boshlab YouTube'da o'z faoliyatini boshladi. Atirlar haqida foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Demak, biz boshladik. Birinchi xato, atir tanlayotganda atirni tesir qog'oziga yoki bilakka sepib, sirazi voy juda zo'r ekan deb atir tanlashga kirishish bu xato. Sababi atirni yuqori notalarigina his qilasiz. Aslida esa qanday bo'ladi? Terini, ya'ni bilak qismiga atirni sepamiz. 15-20 daqiqa vaqt o'tishini kutamiz. Sababi atir sizni teringizga moslashib, o'zini asl notalarini ochilib beradi va siz ayni o'sha uzoq davr saqlanib qoladigan notalarni his qilasiz. Bu to'g'ri tanlov bo'ladi. Ikkinchi xato, boshqalarga yoqqan atirni tanlash. Mijozlarimiz ichida ko'p kuzatiladi. Falonchiga bergan atiringiz yoki akamga, ukamga bergan atiringiz menga juda yoqdi, shundan bering deb kelinadi. Bu xato tanlov bo'ladi. Boya aytib o'tganimizdek, o'z qo'lingizga yoki teringizga atir seping va kuting. O'sha 15-20 daqiqa oralig'ida atirni asl notalari sizni teringizga mos ravishda ochilib beradi. Shunda agar sizga atir yoqadigan bo'lsa, bu siz uchun ideal tanlov bo'ladi. Va buni xatoligiga yana bir sabab, atirlar terilarda har xil taraladi. Shu boisdan o'z teringizga sepib ko'rib, his qilib tanlash tavsiya etiladi. Uchinchi xato esa mavsumga mos bo'lmagan atirni tanlashlik. Ya'ni yozda o'tkir bo'lgan iforlarni, qishda esa yengil iforlarni tanlashlik. Bu xato hisoblanadi. Yozda o'tkir atir sepishlik havo issiqligini hisobiga ko'pchilikda o'tkirligini hisobiga noqulaylik tug'diradi. Qishda esa yengil iforlar bu atiringizni bilinmasligiga olib ketadi. Tavsiya qanday? Yozda yengil sitrusli, xalodniy notalari bor atirlarni sepishlik tavsiya etiladi. Qishda esa iliq, yog'ochli, udni, muskusli notalari bor atirlarni sepish tavsiya etiladi. Aslida esa mavsumga bitta, ikkitadan atir lozim tutishlik bu eng mukammal yondashuv hisoblanadi. To'rtinchi xatolik, bu atirni juda ham ko'p sepishlik sanaladi. Ayrim insonlar atirni ko'p sepsam stoykisi ko'p turadi yoki kimlargadir yoqish uchun ko'p sepishadi. Bu aksiga ham olishi mumkin. Ya'ni odamlar ko'p sepilgan iforlarda bezovta bo'lishi mumkin yoki siz haqingizda salbiy taassurot qoldirishi ham mumkin. Aslida qanday sepiladi? 3 yoki 5 marta sepish kifoya qiladi. Ya'ni qo'lni bilak qismlariga, quloq ostiga yoki kiyimni bir chetiga sepishlik tavsiya etiladi. 5-xatolik esa brendga qarab atir tanlash. Ba'zilarda kuzatiladi, o'zini didiga emas, mashhur brendlarga yoki statusli atirlarga ergashib ifor tanlashadi. Bu to'g'ri tanlov emas. Aslida qanday? Siz teringizga sepilgan atirlar ochilish notalarini kuzatgan va sizga mos kelishini, sizga yoqishini kuzatgan holda atir tanlashingiz bu to'g'ri yo'l hisoblanadi. Eng ideal tanlov sizni ifodalagan atir hisoblanadi. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska bosib, kommentariyada quyidagi 5 ta xatodan qaysi birini qilayotganingizni belgilab ketamiz va bu videoni atir tanlashda qiynalayotgan do'stlarimizga yuborib qo'yamiz.